Ibrohimova. Uzr ustoz, yangi kelinman-ku. Sohir turib ko'chalarni shupurdim-da. Ha, mayli, tenging chiqqanda eriga tegib zo'r ish qilsa. Nasriddinov. Uzr ustoz, men ham yangi uylanganman-ku. Oding o'char. Talaba holinga jirt etib uylanib balo bormidi? Qiz bola talaba payti erga tegsa zo'r ish qilsan. Talaba bolalar uylansa jirtillagan bo'lar-ekanda. Sahar turib supurganmiz, suv sepib berdim. Endi shunga men o'ynamay emas-ku men. Ustoz, menga javob bering. Uyda tug'ilgan kun bor edi. Endi o'z tushunasiz-ku, erim urishyapti. Bo'pti, borag'ay qizim. Rahmat. Ustoz, menga ham javob bering. Bizakida ham tug'ilgan kun bor-da. Hech kimga javob yo'q. Hozirgina paravardachiga javob berdingiz-ku. Uni eri urishadi. Shu yeri menman-ku. Bugun kontrakt oxirgi kuni qaydan pul topaman? 10 kundan keyin imtihon sessiyani qanday yopaman? Ya, endi 3 kishi ikkita stipendiyaga qanday yashaymiz? Uyga vazifa sotsiologiyadan mustaqil ish, iqtisoddan atributga yana nima edi? Ingliz tilidan konspekt. Ha, to'g'ri.